Tuğluq Tömürxan, Abdüvəli Əli. 6-cı bab 201-ci bətdən başlandı. 18 yaşlıq Daruğa. Korlardan körüşni, tokurlardan meŋişni, acizlardan qəhrəmanlıqni təlim al. Uyğur xalq əqliyə sözlərdən. Miladiya 1338-ci ili Ətiyaz. Qoçu xanlıqıdaki Yarğul şəhərinin şərqi cənubida təxminən 7-8 çaqırım keladigan yerdə Yəmşi dəb atıladigan bir qul basırı bar idi. Heç qandaq mənzərəsi bolmagan bu qəsəbənin əgri-bügri koçularda küngürlük, egiz tamlıq oylular bar idi. Bu oylularının tamları başdan boy taşdan qopurulgan, işçidə xuddi baş ayağı yoxdakla yerге çonqur kömülgən qul solaydigan yoğan qorsaqlıq gəmə qotanlar bar idi. Bu gəmə qotanlarının sırtqı görünüşü xuddi közünü yoğan içib çəkçiyib qarab yatqan ölüknің qiyafətiga oxşaydı. Onlarga tömürdən işik və pəncərə bekitilgən idi. Bugün Barış yılı Həməl ayının tuncu günü Noruz günü idi. Texi taң süzülmegen bolup, Yəmşinin əgri-bügri koçularda meŋib yürüşkən adamlarının köləngiləri görünərdi. Onlar Noruz şatlığıdan bəhrəman boluş üçün Irak səhralardan kəlgənlər bolmasdan, bəlki gündüzdəki bazarının əplik böləklərini başqalardan ilgiri igəliviliş üçün aldırışıb yürüşkən adam bedekləri idi. Çakarlar özlərinin xocayınlarının işik aldını təkşi su sipib pakız süpürməkdə idi. Qul bazarının baş tərəfidəki küngürlük birinci hoyla Yəmşi qul bazarının darıqısı bazar beki kögəlik törə zılçı silinğan süpü üstüdə badaşqan qurub olturadı. O şu çağlarda Çağatay məmləkəti boyunca məşhur adam bediki idi. Bugün o Yəmşidə katta bazar bolduğanlığı üçün ətdigən orundan turub ketken bolup, qızıq dəmlənген sın çay bilən naştı qılıb olturadı. O, bütün Yəmşi bazardaki qul sodasını qılıdığan bolğaşqa, onun ruxsatısız heç kim birər qulnumu setişqa və elişqa cürət qılalmaydı. Kögəlik törə birsini taqətsizlik bilən saqlavatqan idi. O, hədəb açıqılnadı, terkətdi. Qattıq iztirab içində helidən heliğa qoludaki piyalını içidəki qızıq çay bilən çakarlarının beşiğə atatdı. O, qoçu ediqodi küncük alilərinin ruxsatnamısını texicili qolğa alalmayvatqan idi. Bugün bunundan bir həftə ilgiri kögəlik törə 4 Paris güzeli bilən 4 ərəb qulamını tartıq sübtədə onunğa sunğan və özünün Noruz günüdəki bazarda qul sodasını başlaşığa ruxsat qilishni iltimas qılıb namə sunğan idi. Ediqut küncük güzəllər bilən qulamlarını və iltimasını ilib qılıb cavabını keyingi qaldırğan idi. Mana saqmısaq 7 gün ötdi. Texicilər ruxsatnamə düşməy vatatdı. O, muşundaq çiçilib olturğanda, çakarlardan birisi putunun uçuda asa dəssəb kirib, onun qulğığa piçirildi. Bu gəp kögəlik törüge xuddi güçlük məcündək təsir qıldı. O, bir dilli canlanıb, kirsun, dəb beşini lığışdıb qoydu. Çakar çıxıb ketib, bir pəsdən keyin oylının işigi içilib, taladın belige kümüş toqılıq kən əllik tasma kəmər bağlığan, orada xizmətçiləri siyaqıda kiyinген bir yaşraq kişi kirib gəldi və supunun aldığı kelib onundan kögəlik törə silib olamdıla, dəb sorudu. Bu çağda kögəlik törə hə degəndək ornadan qımırlap qoydu və mehman, nemi xizmət bilən kəldilikin, dəb qaytırıb sorudu. Peqir, ediqut alilərinin xususi xizmətkarı bolur mən, dedi orada xizmətçisi sayaqıda yas kiyingen eliqi kişi gidiyib turub. Bu gəpni anlap, kögəlik törə orundan səkrəb turdu da, onun bilən başqalardan salamlaşdı və çəksiz hörmət bildirib tördün orun körsətdi. Orada xadimi kümüş toqılıq, kən ənlik tasma kəmirgi esiqliq turğan jozidanını içib, İçidən yumulaq qılıb çiraylıq oralğan, üstüdən qızıl suruq bilən peçətlənген bir naməni elib onunğa sundu. Bu, Ediqut canabi alilərinin mübarək naməsi, dəb qoşub qoydu. Kögəlik törə
orda xadimining qo'lidan namani elib, uning qizil suruqlangan yipini tishi bilan tishlab uzgandan keyin avaylab ochdi va uningga besilgan qo'chu idiqoti kunchukning muhrini ko'rib, ko'ngli tindi. Andin bu namani ko'ziga surtib, 3 qitim so'ygandan keyin o'qishga boshladi. Namada qo'chu idiqotining qo'l va cho'rilarni setish va setivilishingiz uchun ushbu ruxsatnoma berildi degan ma'nodagi farmoni yozilgan va ustiga muhri besilgan edi. Kögalik törining bilqaqalari echilib, orda xizmatchisiga bir muncha pul in'am qilibdi. Törining o'ziga in'am qilgan pulni qo'yniga salgandan keyin, heliqi orda xodimi aloq-jaloq bo'lib, atrofiga qarab o'tib, kögalik töriga engishib, "Hurmatlik töre" deb pichirildi sirliq qilib. Yaqinda Çağatay saltanati Tug'luq Temur ismlik bir Çağatay zatini qo'chu idiqutliga daroga qilib avatdi. Bu odamning bu yerga daroga bo'lib kelishi hargiz azgulikdan derak bermaydi. Anglasam, u marhum Çağatay xoni Esen Bug'axonning o'z pushtidan bo'lgan o'g'li emish. U kichigidan tartibla yalang to'shlarning ichida cho'ng bo'lgan ekan. Japani bakmu tartgan ekan. Darug'ach debmi ataladi. Qadimqi amal nomi. Do'rg'a, saqchi boshlig'i, boshvali, naib degan ma'nolarni bildirdi. Darug'a shu chaqlarda Çağatay saltanatining har qaysi o'lkalarga avatgan naiblarning o'rtaq nomi edi. Şuna hamisha oddiy kiyim bilan puhralar ichida xufiyani tekshirib yurar emish. Hadislar yalangto'sh puhralarning tarafini elib g'ovg'a chiqararmish. Shu vajidan töram ehtiyot bilan ish ko'rishlari uchun bu ishni alayda aslarga selib qo'ydim. Rahmat, kuyinganlarga rahmat, dedi ko'galik töra ishonch qilib. Sizlar aytgandek ehtiyot qilsak, boshqa ish chiqmas deyman. Uning javobini anglab, orda xodimi o'rnidan turdi va "Men yanay" deb xo'shlashib, o'yladan chiqib ketdi. Qo'chu idiqotining ruxsatnomasini topshirib olgandan keyin ko'galik töra odam bediklari va savdogarlarni o'z oldiga chaqirib, savdo setiqni boshlashga ijozat berdi. Bozor boshlandi. Butun Çağatay hududligida yiroq yaqinga mashhur bo'lgan Yamshi qul bozori atdigandan boshlabla qizib ketgan edi. Kishiga xuddi avat shaharlardagi mol bozorini asıltadigan bu qul bozorida xuddi yangi egar to'qim to'qib, ustiga yangi oliyeshil yopiqlarni yepib, bozorga setish uchun ochiqqan ot uloqlarga o'xshash setiladigan barliq qul va cho'rilar pokiz yuyundirilib, üstü başları almashtirilgandan keyin har bir jallabning o'ylisi oldiga qator o'ltirg'izib qo'yilgan edi. Xo'jayinlarning muddasi bo'yicha jarchilar to'qmush-to'qmushda xaridor chaqirib, setiladigan qul va cho'ralarning ahvolini vaqirab tunishtirmoqda edi. Qul elish va setish boshlangandan keyin setiladigan bu qul va cho'ralarning atrofiga avval 1-2 lab, andin 4-5 lab, uningdan keyin 5-10 lab xaridorlar olishadi. Bu xaridorlarning ko'p qismi mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan xaridorlar edi. Yiroqdagi chet ellardan bu qul bozoriga qul setilish uchun maxsus kelgan ajnabiy xaridorlarmi bor edi. Ulardan boshqa yana qul bozoriga tomosha ko'rish uchun kelgan yerlik kishilarmi ko'p edi. Bu kishilarning orqasida 2 navkarni silib olgan, Çağatay ma'murlarida kiyinib olgan yosh bir kishimi bor edi. U qul bozorini aralg'ash, qul savdosini tomosha qilib yuratdi. U nihoyatda kelishgan yosh bir yigit edi. Uning dog'latlarga o'xshaydigan taqi turqi boshqalarning diqqatini o'ziga jalb qiladi. Bozordagi kishilar uningga aymangandek qarab qo'yishib, yenidan dajib o'tib ketishadi. Bu yigitning yurish turishi, söz muomilasi boshqa Çağatay ma'murlaridek qo'pol bo'lmasdan to'limi siliq sipoya edi. Qisqa, quyuq chechi uning kang peshonasini yepib turadi.
Heliqi Çağatay məmuri setiladigan qullarning oldiga kelganda, necha kundan beri bir tishlanma non va bir yutummu suv berilmagan, ochliqdan chiroylari sarg'ayib ketishgan bu qullarning yig'izarlarini anglab, ichi serilib ketdi. Mushu tapda azoblanganligidan uning chiroyi oppoq tatirib ketgan bo'lib, gavdisi ming patman yuk ortilgandek ig'irlashib, oldiga dassi puti orqaga ketayotdi. Uning ko'zlaridan ig'ir qayg'u hasrat yoshlari taramlab to'kilyotdi. Bu chaqda navkarlari ichidagi cho'ng yoshliq bir navkari bu Çağatay ma'murining qulog'iga Daruga javob, janoblari, o'zingni besib ol. Seni qo'chuga yenidan daruga qilib avatgan Amir Bulajining so'zlarini unutib qolmachimu. Bu yerda sening har bir bosgan qadamingni taqib qilib yurayotgan ko'z bor, deb pichirladi. Bu yosh Çağatay ma'muri Tug'luq Temur edi. U Taştemir Bahadır degan navkarining ogohlantirishi bilan o'zini aran tutib oldi-da, ko'zini yumib ochquchilik bo'lgan orliqda yana Çağatay saltanatining qo'chu idiqutligiga avatgan noibi holatiga qaytdi va nijotlik tilab o'ziga talmirayotgan bu baxtsiz odamlarning oldidan darog'achilik salobati bilan alchanglab mangan peti o'tib ketdi. Hürmetlik okurman. 18 yaşlıq Tug'luq Temur qandaq qilib qo'chu idiqutliga daruga bo'lib tayinlandi. Buni bilish uchun gapni yanila uning o'tgan yili Ardavilga kelgandan keyin To'g'lat Ulusbegi Amir Bulaji bilan ko'rishganligidan boshlashga to'g'ri keladi. Miladiya 1337 yil Tomuz oyi. Bugun qamariya kalendari bo'yicha Zulhijja musulmonlarning Qurban hayit kuni, Arafat kuni edi. Ardavildagi musulmon Uyg'urlar xushal-xuram hayit o'tkazmoqda edi. Mundaq ko'p odam to'plashib o'ltiraqlashgan Avat cho'ng shaharni azaldan ko'rib baxmagan Tug'luq Temurga Ardavil shahridagi hamma narsalar yangi va ajoyib to'ylandi. Bu shaharda musulmon Uyg'urlar bilan buddist davlatlar aralashib o'ltiraqlashgan edi. Ular garchi boshqa dindagi ikki toifa xalq bo'lsa-mu, ammo e'tiqod jihatdagi farq ularning aralashib yashashiga daxl qilmaydi. Bugun atdigan musulmonlar o'zlarining masjidida Qurban yetliq namoz ibodatini tugatib, uylarga qaytishgandan keyin daryo yoqasidagi to'qayliqda turlik o'yin saylalar boshlanib ketdi. Tug'luq Temur tamasha ko'rish uchun Amir Bulajidan ruxsat olgandan keyin bozor aylanish uchun ko'chaga chiqdi. To'qayliqning bir chetidagi talliq ichida to'xuvozlar bir-biri bilan to'xu so'qishtirib ularning atrofiga bir muncha odamlar to'plashib olgan edi. Maydonning o'tirsida ikki xo'roz bir-biri bilan qonliq elishib Char xo'roz bilan qari xo'roz bir-biriga etilib kelib, ushluq Temur tumshuqlari bilan hadab qarshi tarafning bosh ko'zini cho'qilish uchun shiddat bilan hujum qiladi. Xo'rozlarning puti yerga tegmay turibla, yana ko'klab chiqib, raqibining ajallik yeriga hujum qilish uchun g'azab bilan etiladi. Ikki xo'rozning bosh ko'zlari qonga bo'yilib ketgan edi. Char xo'roz bilan qari xo'roz bir-biriga shundoq tez hujum qildiki, atrofda turib tomosha ko'rayotganlarning ko'zi oli-chakman bo'lib ketdi. Xo'rozlarning dahshat bilan etilib kelib, shiddat bilan elishgan mundaq yurtqushlik holatini azaldan ko'rib baxmagan Tug'luq Temur hayron bo'lganidan og'zini ochgan peti turib qoldi. Bu chaqda char xo'roz qari xo'rozni basmoqdash uchun bir dilli ko'klab havoga o'rlab chiqdi-da, yerda paylarini hurpaytib, o'zini kuzatib turgan qari xo'rozning ustiga etilib tushdi. Qari xo'roz raqibining bundaq tuyuqsiz hujum qilishidan mangdab bir daqiqa turib qoldi. Shu asnoda char xo'roz Temur tirnoqlari bilan qari xo'rozning po'kiniga bir changal selibla yerib tashladi. Biroq qari xo'rozmi yerga yiqilishining oldida ustidan basmoqdash uchun etilib tushayotgan char xo'rozni ikki puti bilan tepishga ulgurgan edi.
Qara xorazning tömür tırnaqlari char xorazning qo'rsqiga sanjilib qaldi. İkisi tangli yerga yiqildi. Biroq bu ikki xoraz yerda yetib jon talishib etibmi, qaysarlik bilan bir-birini hadab cho'qishatdi. Oxiri pokini yerilgan qara xoraz halsizlanib yetib qoldi. Uning o'tkir tirnoqlari char xorazning pokiniga cho'nqur petib ketgan edi. Char xoraz o'zining badaniga cho'nqur petib o'rnab ketgan qara xorazning tömür tirnoqlaridan qutulolmay hadab paloqlaydi. Atrofda tamashi ko'rayotganlar qiyoqas cho'qqan ko'tirishib ketdi. To'qayliqning neriqi beshida eshak baygisi qizib ketgan edi. To'quvozlarning tamashasini ko'rib zerikkan To'g'liq Temur eshak baygisi bo'layotgan yerga qarab ittik mangdi. Eshak chaptirish To'qayliqning bu beshidan u beshigacha bo'ladi. Bir qitimliq eshak chaptirishda 4-5 eshak qatnashtiriladi. Eshak chepishtiradiganlar butunlay 10 necha yoshlardagi balalar edi. Cho'nglar ikki taraf bo'lib pul tikishadi. Ular dastlabda bir-biri bilan 5-10 tengadan pul tikishib baslashib turganda, ularga taraf-tarafdan yangidan qo'shildiganlar 20-30, hatto 40-50 tengadan pul tikishib bir-biri bilan qizg'in baslashgili turdi. Ular chepishayotgan eshaklarning o'tib ketishiga qarab utatdi yoki uttirib qo'yatdi. Hozirgi chepishda 4 hangi eshak tushgan edi. Bu 4 hangining birsi qara, birsi bo'z, birsi malla, birsi oq edi. Bu eshaklarga beshiga oq shapaq bo'k, ustiga yetliq yangi ko'nglik kiygan 4 bala mingan edi. Bəyga atrofda tamashi ko'rayotganlarning hayt-huytlari ichida boshlandi. Ha degandila, oq hanga mingan bala ishkini eng oldida chaptirib ketyotdi. Qolgan bo'z hangi bilan malla rang hanga o'zlarining oldida chepib ketyotgan qara hangining oldiga o'tib ketdi. Bəygiga tushib chepishayotgan eshaklar maydonning tang yerimini chepib o'tgandan keyin qara hangini mingan bala nuqtini to'xtatib qo'yib berdi va "Chu qutur, endi chapmamsan" deginicha eshakning biqiniga toza kelishtirib bir tepivdi. Beshi bo'shangan qara hanga birdilla 4 putini tashlab yugurib, oldida chepib ketayotgan bo'z va malla rang hangini bir-birlab tashlab o'tdi-da, eng oldida chepib ketayotgan oq hangini qo'g'lab yetishib oldi va uning bilan qatorlashib chepishga boshladi. Bu ikki eshak To'qayliqning beshiga yiqilishib kelganda, qara hanga bir kuchapla oq hangidan uzib ketdi va kishilarning hayt-huyt qilishgan olqish sadolari ichida oxirgi pallaga birinchi bo'lib yetib keldi. Mushu chaqda To'g'liq Temurni birsi orqasidan to'lg'andek qildi. U kayniga o'rilib qaradi, Toshtemur Bahodir ekan. "Seni ulus begi Amir Bulaji chaqiribdi. Mening bilan Bo'zdo'ngdagi bargohga qaytsan", dedi u. "Qachon?" dedi u ko'zini oldidagi qizqarliq eshak baygisidan uzalmay. "Hozir sepil tuyda turgan 4 turg'avut bizni saqlab turdi." "Attang-ay, bunda qiziq baygini hech qachon ko'rmagan edim", dedi To'g'liq Temur uning bilan birga ketib. "Amir Bulaji meni nemishqa chaqirtibdi? Ahvoldan qaraganda u seni Qo'chi Uyg'ur eliga naib qilib avatadigan o'xshaydi. Almaliqdan bu haqda farmon oliy kepti." "Naib degan qandaq ish u?" so'rdi To'g'liq Temur tushunmay. "Men naib bo'lib nima ish qiladiganman? Men mutaza bilib ketolmadim", deb tushundirdi Toshtemur Bahodir uningga. "Ish qilib, Chag'atayzoda janoblari, sen Qo'chi Uyg'ur elida Amir Bulajiga vakolatan huquq yurgizsan. Menmu? Ha ha ha", deb qaqaqlab kulib ketdi To'g'liq Temur. "Bugungi qo'ychi bola bo'lgan menki To'g'liq Temur butun etiqut Qo'chi Uyg'ur eliga naib bo'lib ulus begiga vakolatan huquq yurgizamdiman. To'la undaq chaqchaq qilma." To'g'liq Temur ko'zlaridan yosh chiqqicha tiliqib kuldi. Biroq Toshtemur kulmadi. Aksicha to'limi astoydillik bilan: "Sen undaq dema, bo'ldi qil, endi kuliverme", deb uni kulishdan to'sdi. "Seni cho'ng sinoqlar kutmoqda. Men hozir Bagjakning sen to'g'riliq etgan uning vujud nishonida bir g'oyib shola
ulug'luq sho'lisi jilva qilib turibdi degan so'ziga ishondim. To'g'luq Temür uning astoydil muomala qilayotganini ko'rib, kulayverishdan to'xtadi va boshqa parang qilmasdan beshini jim solg'incha turdi. Taş Temür onu elib sepil tüyüge yetib kelgende turg'avotlar allaqachon atlarga minib tayyor bo'lib turishgan ekan. Ular ancha hayallashmasdilla Bozdon tarafga qarab atliq yurib ketishdi. Erdavil shahrining Kuntug'ar yuqori tarafidagi qora yo'lg'in eqinini bo'ylab yuqori o'rlab mangansiri eqin tövanda inchikilab bir tal oq yipdak ko'rinadi. Eqinning zumratdak suyida quyosh nuri aks etib turadi. İki tarafı egiz qiya taşlar bilan o'ralgan qora yo'lg'in eqini ichida ko'p-ko'p quram taşlar qalaymaqani yetib ketgan bo'lib, har bir quram taşning arashlaridan suzuk sular etilib chiqib, shaqirab oqatdi. Qora yo'lg'in jilg'isining kunpatar tarafidagi Bozdon to'piligida Dog'lat Ulusbegi Amir Bulajining yozliq bargohi joylashgan edi. Amir Bulaji To'g'luq Temürni o'zining xon chediri ichida qabul qildi. U To'g'luq Temürga sinchi ko'zlari bilan bir hazog'icha qarab ketdi. "Shuncha vala cho'ng bo'psan, nima uchun shu kamgacha meni izlab topmading?" dedi Amir Bulaji oxiri jimjitlikni buzib. "Mening oldimga kelganingga xo'shalmisan? Maishat parog'iting va davlat chirig'ing teximi parlaq bo'lsin." dedi To'g'luq Temür o'zini tamkin tutib. "Bu chaqcha men kichik va nodon edim. Xizmatingga loyiq kelmas edim. Qachonki hurmatlik Taş Temür Bahodirni oldimga avatib tikansan, xizmatingni qilish uchun qo'l bog'lab oldingda turibdiman. Marhum atam Chag'atay xoni Esan Buqaxonning osmondagi ruhiyatining 100 xotiri uchun meni qulun qatorida sanag'aysan. Zalim Amir Shiravul To'xtaviy Tangri Burhanni unutib, insof diyonatdan chatnab, beshimga sundaq zulmlar soldiki, u hatto mening tirik yurgunimgimi rozi emas edi. Balkim mening hayot turishim uning ulusbegilik o'rni uchun xavf yetkazdi. Meni u ulusbegilik martabasining qo'ldan ketishiga sababchi bo'ludi deb tashvish qilish kerak. Amir Bulaji bir pas jim turib oldi-da, andın. "Ey Chag'atay zoda, meningdan xotirjam bo'lg'aysan", dedi qat'iylik bilan. "Bu to'g'riliq hargiz ichki tarliq qilmasman. Xolis madad va yordamlar orqali seni cho'qim Chag'atay ulusida yuksak o'ringa erishtirgayman. Marhum atang Chag'atay xoni Esan Buqaxonning tuz haqqini aqlash gadinimdagi bosh tortib bo'lmaydigan burchumdir. Alhal uning o'g'li bo'lgan sen beshinga kun tushib oldimga kelgankansan, tartgan jabr zulm, kulpat mushaqqatlaringni dab'iy qilish majburiyatim bor. Biroq jabr zulm tartmay, g'azini boyliq qo'lga kirmagay degandek, sen agar marhum atang Esan Buqaxondan miros qolgan Chag'atay taxtiga erishiman deydikansan, avval ig'ir sinoqlardan o'tishing va yurtdorchilik ishlarini yaxshi o'rganishing kerak. Shunga shart shuki, men qilishni buyurgan har qanday xizmatni xiyonatdan neri bo'lib, rostlik, to'g'riliq bilan o'rinlashing kerak. Ana shu chaqdila andin Chag'atay taxtiga musharraf bo'la olaysan. Ey Atabek, xotirjam bo'lg'aysan. Topshirgan har qanday xizmatingni jon dilim bilan o'rinlab tamomiga yetkazgayman, deb javob berdi To'g'luq Temür xotirjam holda. "Ey Chag'atay zoda", dedi Amir Bulaji jiddiy holda. "Nam sharpi ulug' bo'g'ularing Chingizxon bilan Chag'atay xondan qolgan bu Mo'ng'ul saltanati hozir cho'nqur patqoqqa petib qoldi. Uni qutuldirib chiqishga bir siningdan bo'lak hech kimning majoli yetmas. Biroq saltanat beg'i shuncha go'zal bo'lsa-mu, mevasining tikini uning bilan billidir. Shunga tikandan qo'rqmagan kishilar maqsad murad mevasidan bahramon bo'la oladi. Ey yigit, bilamsan, saltanat xiyim xatar bilan to'lgan tilsimatdir. Shunga faqat xiyim xatardan qo'rqmay tavakkul qilgandila, andin bu tilsimatni buzib uningga erishalaydi. Bildimki, seningda mushundaq bir g'ayrat va shijoat bormikin?
Ey hürmetlik Atabek, dedi Toğluq Tömür dadil sözləb. Ah sarlarım otıdın chiqqan is-tütünni aytaymu, yoki bu tang atmaz qarang'u tunning azobini aytaymu. Mundaq uzun zulmat tunni meningdin ko'rib baqqan yana bir kishi barmikin? G'am qayg'u kunlaringning muni azob uqubat ketisida qolgan meningdek yana bir odam barmikin? Qachonki hurmatlik Atabek Amir Bulaji sen Toshtemir Bahodirni avatib meni To'xtaviylarning to'mir tirniqidan qutuldirib chiqding. Shuningdan e'tiboran men seni o'zimning birdan-bir shafaatchim, nijatchim deb tunib keldim. Shuningdan tartib ko'zim sening muborak chiroyingda, qulqum sening farmon ovozingda, jenim sening xizmating g'imida, ko'nglim sening farmoningni o'rinlash havisida bo'lib kelmoqda. Shundaq ekan, sen topshirgan har qanday xizmatni o'rinlashga tayyorman. Hushara deb maqtab ketdi Amir Bulaji xushal bo'lganidan. Ey Chag'atayzada, yigitni jang uchun yaratgan, bundaq desam yana boshqacha o'ylab qolmag'inki, endi shaharda turavermay, albatta biror yurishga chiqmaqing lozim. Bir necha vaqt yurttarchilik qarusida safar qilib, bu olamdagi issiq sovuq, qattiq yumshoqning ta'mini tetig'aysan. Chunki hukmdorning e'tibori yurishlardan kelur. Demak, ulug' yurishlarga qatnassang, andin e'tiborli xonzoda bo'lib hisoblanasan. Bo'lmasa, bu aptingda boshqalar seni bekor yurib tayyorga hayyor bo'lgan deyishidi. To'g'liq Tömür jim turdi. Bu chaqda Amir Bulaji o'rnidan turib uning oldiga keldi va "Men seni Qo'chu Uyg'ur eliga naib qilib belgiladim", dedi jiddiy qilib. Toshtemir Bahodir sening bilan billa boradi. İşlaringda ko'proq uning maslahatini ol. U qanday qilishni sana so'zlab beradi. Hurmatlik o'qirman. To'g'liq Tömürning Amir Bulaji bilan ko'rishganligi haqidagi so'zlarimizni mushu yerda to'xtatib, yana Yamshi qul bozoridagi qul savdosi haqidagi gapimizga qaytib kelaylik. To'g'liq Tömürxon, Abduvali Ali 6-bab 18 yoshlik Darug'a 216-batdan boshlandi. Yamshi qul bozoridagi xaridorlarning bir qismi o'zi uchun qul oladiganlar bo'lsa, ko'p qismi boshqa joylarga olib setish uchun qul oladigan va yoki boshqa joylardan bu yerga setish uchun qul akelgan odam bidiklari, jalloblar edi. Qara soqolliq, qo'rsoq solgan bir kishi yosh bir dedakni sotmoqchi bo'lib, xaridor chaqirmoqda edi. Bu Kimzun ismli ayol qulimni hozir sotaman deb vaqirdi u. Uni 100 sar yarmoq kumushga oladiganlar bormi? Bu o'zi yosh, bilikiga kuch to'lgan, har qanday ish qilsa yaramliq kungdir. Qaranglar uning to'lgan ikki ko'ksiga. Bir qitimdila ikki o'g'il balini bemalol emitib ketalaydigan dedak bu. Oladiganlar oldirsin. Bozor cho'ng jallab ko'galik to'rining manfaatiga qarab qizimoqda edi. O'ziga bahosimi, o'zimi muvofiq ayol kung setilish uchun bozorni aralab yurgan chalishliq bir xaridor heliqi yosh cho'rining oldiga keldi va xuddi molning tishini ko'rib baqqandek, uning kalpiklarini yerib, tishlarining saq emasligini, og'zining purmaydiganligini tekshirib baqdi. Andın uning ikki bilikini tutib beqib, beli va ikki ko'ksini silab ko'rdi. "Xo'jayin, bu kungni haqiqiy beradigan yeringni aytqinchu", dedi u cho'rining ikisiga. "Xaridor sen bo'lgandikin, qani bir narx aytib baqmamsan", dedi qul ayolning ikisi. "Ayta, qanchalik narxda bersam bo'ladi?" "Sendin bo'lsin, xaridor aka. Sendin bo'lsin. Sen cho'l kezib, tog' atlab, yiroqlardan akelgan kung bu. Yo'qsa, seningdan bo'lsin. Sen qush ishim burhanimiz mehr shafqatlarga nail bo'lgan va kech kunduz Budda burhanimning muborak putini suyib, to'g'ri istig'for o'qib, ibodat tilovat bilan shug'ullangan odamda qilsan." Ular bir necha qitim ana shundaq sandin deyishgandan keyin heliqi ayol qulning egisi kunga baho qo'yishga kirishdi.
Qimmat desəm, xeridar sən almaysan. Ərzan desəң, egisi bolğan mən satmayman. 90 sər yarmaq kümüş bərsəng, mən onu hazırlı setib berəy, dedi o müğəmbərlik bilən. Yoq, sana 30 sər yarmaq kümüşdən artıq bir çaqımı berəlməyəm, dedi çalışlı xeridarmı boş gəlməy. Əgər mən degəngə maqul bolsan, mən aqçını hazır sanayman. Yoq, kəm boludu. Bu kon az degəndimi yana 40-50 yil işqi yaraydı emasmı? Dəb onun sözünü qat'iy rad qildi ayol qulning egisi. Ular bahada pütüşəlməy, muşundaq dədalaş qılıb turuşqanda, qayaqdındır bir dəllal payda bulub qaldı. O bularning dədalashlarga bir pas qulaq silib anlab turdi. Andın dedi: "Mən ikkinlarni bu soduda pütüştürüp qoysam, bana qanchadan payda bersizlar? Her birimiz 2 sər yarmaq kümüşdən bərsək qandaq?" dedi qul egisi onunğa közünü qısıb. Heliqi bidik dərhal: "Buludu, pütüşdük əmsə", dedi və çalışlıq xeridarının yenginin içiga qolunu tiqib turib: "Muşununğa bərsə maqul dəmsiz?" deb so'radi. Çalışlıq xeridar maqul kelmedi. "Əmsə maununğuchu? Əmsə maununğuchu?" Çalışlıq xeridar sal tartışıb axırı maqul bo'ldi. Yana dallal qo'lini qul egisining yengi tiqib: "Mushunchalik bərsə siz kungizni setishga unamsiz?" dedi. Qul egisi "Yo'q" deb ittiq qo'lini tartib oldi. Dallal arqama-arqa 3 qitim yang sodis qilib, oxiri bu ikkisini pütüştirdi. Heliqi yosh cho'ra oxiri 60 sar yarmaq kumush narxi bilan çalışlıq xeridarga setildi. Dallalmo alg'uchi bilan sotquchi ikki tarafdan 2 sardan jami 4 sar yarmaq kumush payda olgandan keyin paydaliq yangi o'rni izlab boshqa yerga ketdi. Yosh to'g'liq Timur bayqi sodining butun jarayonini boshdan oyoq ko'rib turgan edi. Biroq u alg'uchi bilan sotquchining nima uchun boshdagi 90 sar kumush yarmoqliq narxin havoda putishalmay uzoq talash tartish qilib yurib, oxiri 60 sar kumush yarmoqliq narxi havoga kelganda andin bir-biri bilan tushib putishganligini tushunolmay Toshtemir Bahodirdan so'radi. U kulib turib: "Bozorda kishilar bilan bo'ladigan muomala tijoratning yo'sini shundoq", deb tushuntirdi. Navada bozorda bir narsaga 10 tenge baho qo'yildi deyilsa, ikki taraf narxi havo ustida uzoq talashgandan keyin sotquchi 6 tengedan oshirib setishni, olg'uchi 7 tengedan ziyoda olmaslikni ko'ngilga pukkan bo'ladi. Bu odatdagi so'g'i setiqda bo'ladigan oddiy qoida. Odam sodisimi sotquchi bilan olg'uchi ikki taraf mushu qoidaning sirtiga chiqib ketolmaydi-da albatta. Bir bozorda birdilla nurg'unlagan qul va cho'rilarni bozorga selib, bozor bahosini tuvanlatib etmaslik uchun Yamshi qul bozorining bozor begi ko'galik to'ra belgilangan qalon to'siq bo'yicha har qaysi odam bediklari qul sodisi qildiganlarga o'z qullarini sotadigan ayrim bozorlar belgilgan edi. Bu qullar bilan cho'rilar selindigan ish turining o'xshamasligiga qarab, qul va cho'rilarmi o'xshamaydigan bozorlarda setiladi. Buning uchun erlarni xotinlardan, ota-onalarni ballardan, akuka, egit singillarni bir-biridan ayirish talab qilinadi. Yamshi qul bozorining qalon to'siqlari bo'yicha er bilan xotin, aka bilan uka, egichi bilan singil umuman bir-biriga tuqqan qarindosh bo'lganligi ikki qul yoki cho'ra jazman boshqa odamga setilishi va boshqa bozorga selinishi kerak edi. Bundaq bo'lganda savdogarlar qullarning setilish bahosida hasilab paydaga erisha oladi. Bo'lmasa, er bilan xotin bir odamga birga setilganda xotinini bekorga berishga to'g'ri keladi. Shunga xotin eridan, narisida ballar ota-onalardan, bag'ridan, bir tuqqan bir-biridan, qarindoshlardan jazman ayirib tashlanishi kerak edi. Demak, haqiqiy fojia mana endi boshlandi. Bir-biridan ajratilgan bu qul va cho'rilarning ahuzarlari, dod faryotlari butun Yamshi bozorini qoplagan bo'lib, ularning ko'z yoshlari o'rniga qonlar, pig'onliq zarlari o'rniga o'tlar chachirmoqda edi. Biroq bu qul,
Çöğürlerini satqan, setib alğanlar şunçilik taş yürek və şunçilik rəhimsiz idi ki, beshiga tağ yıqılğandek şundaq bir ağır günlər kelgan bu bəxtsiz biçaralarning yig'izarlarga qarab ular qaqaqlab kulishadi. Bu bəxtsiz bandilarning ahuzarlarga chidayolmagan To'g'liq Temur navkarlarni kayniga silib bu yerdan itdik ketdi. Qul bozorining do'qmushiga bir muncha odamlar olishib olgan edi. Bu yerda bir hөр odamni qul qilib setitish uchun bozorda xaridor izlab yurgan bir butxona rahibi bilan heliqi hөр odamning o'tirsida jiddiy bas munozara bo'lib o'tadi. Butxona rahibining atjoni qari to'yin deyiladi. U Qo'chu shahridagi bezaklik sangramining boshqurg'uvchisi edi. Heliqi hөр odamning atjoni nom quli bo'lib umu bezaklik sangramining inchu bag'chisi edi. Darug'a To'g'liq Temur ularning talash tartishiga quloq silib chatda birdan jim turdi. Nom quli bezaklik budda sangramining bog' yeriga ishlaydigan hөр ijarakash bo'lib, o'tgan yili yomon kelganlikdan u butxonadan ijaraga olgan yeridan qilchimi usul ololmagan edi. Shunga u sangram boshqurg'uvchisi qari to'yindan bu yilqi qalanni yoki ya'ni bosh siliqni kechirim qilitish to'g'risida iltimos qilgan bo'lsa-mu, ammo qari to'yin uning bilan kari bo'lmasdan ijara haqqini to'liq ham hozir to'laysan, bo'lmasa o'zingni qulluq setib bo'lsa-mu ijara haqqini to'laysan deb turib olgan edi. Nomquli butxona boshqurg'uchi qari to'yinga gapini zodili o'tkazolmay yotadi. Ey pusar, seningda 5 yillik ajr mehnatlarim haqqi bor-ku oxir, deb zar-zar qaqshidi u. Azaldan inchu bag'chilarga qalan to'siq belgilanmagan edi. Hatto İsan Bug'axon zamonida Kunchuk Idiqut Yarıq Tayshi boshlig'idagi yurt cho'nglari qalan keskandimu biz inchu bag'chilarga hech qanday qalan belgilmagan edi. Hatto uningdan ilgirki Kabahxon vaqtidimi biz inchu bag'chilarga qalan to'siq belgilmagan edi. Biz aka-inilar birlikda bog'ni tujublab parvish qilib 8 uçmaqdek holatga keltirdik. Hala bugun yil nachar keldi. Chanqab qurib nacharlashgan bog' baroqlarni har qancha tujublab parish qilsaqmi, mahsulot oz, ziyon ko'p bo'lib chiqdi. Suv desak bermidinglar. Natijada unumsiz bog'larning ko'pi tashlanib, qaraqsiz qoldi. Biz aka-inilar aslida o'rtaq edik. Biroq bu yilning beshida akamiz o'lib ketib, nima qilarimizni bilmay, beshimizning ishchimi, teshimi ketib turganda, agar pusar siz har birimizni 2 kishilikdan alvon yasaq to'lsin desangiz, bizning o'lgunimiz shu. Agar istiking alvon yasaq to'lmaslik bo'lsa, dedi qari to'yin. Qunshim Burxonmi rozi bo'lmas. Chunki qasdim seningdan 3 yillik va kelgusidagi 2 yillik jami 5 yillik alvon yasaqning hammasini ilishdir. Agar sen chechimni tartib sazoyi qilib satma desang, bu ham o'tmaydi. Chunki sodgar odam bediklarining ashu uzun chashlardan tutib bozorda so'rab yurishni tomosha qilmoqchiman. Agar meni qarindoshlarimdan ayirib etmanglar desang, bu talabingmi ham rad etiladi. Chunki qalan to'siq to'lamay, gadankashlik qilganing uchun bu mukofotdir. Buningdan boshqa sening yana qanday iltimosing bor? Yoki bir muhlat bilan nijotlik tilarsan, biroq bu daqiqimi nijot tepishingga ruxsat bermagayman. Yoki Do'g'lat Uluspigi Amir Bulaji tarafidan avatilgan Darug'ani ko'rmakni istarsan, lekin uning yuz didorini hech ko'ra olmaysan. Nomquli ko'zidagi yoshlarni surtibdi. U endi bu tash yurak rahibga yalvuraverishdan qilchi natija chiqmaydiganligiga ko'zi yetgan edi. Ey diyanatsiz pusar, ashu mehr shafqat bu dayingni go'ringa tiq, dedi u beshini tik ko'tarib. Men seningdimmi hech qanday mehr shafqatni bilmaydigan ashu tash yurak qun ishim Burxoningdimmi voz kechdim. Senlardan hech qanday rahim shafqat, nijot saxovat kutmasman. Hatta jinimni saqlashqimi izlamasman.
Çünkü senin bilen meni teng körmegen aşu teng baraberlik ilahi bulmuş bu satvanın aldıda bundak canның endi bana kerki kalmadı. Senden ve sen tergip kılgan Budda aqidlerinden bir tınıqmı nicatlık hem izlemesmen. Çünkü qerindişimden, erkinligimden ayrılıp nicat tepiş mening üçün ölümdümü iğir düşüdü. Çeçimden tutup sazayı kılıp kul orunda satmakçıkensen, ixtiyarın, bunu kılmaslıkni sen adam korpusardın hergiz tilemesmen. Bırak, şunu esingden çıkarmagaysan ki, puqranın yeliki üzülgende Tağırның rahimi kildiğen vakit mı buludu? O sözünü to'xtatibla beshi bilan tash tamning do'qmishiga qattiq usdi. Uning yerilgan beshidan atrofga chachirgan qonlar tash tamni va yerni qip-qizil bo'yab tashladi. Bu vahshiyatni ko'rib, To'g'liq Temur o'rnida qetib turib qoldi va ixtiyorsiz holda ittik berib Num qulining beshini yulidi. Biroq u allaqachon tiniqdan to'xtagan edi. To'g'liq Temur qari to'yinga g'azab bilan o'miyib qardi. Budda rahibi oldidagi bu yosh chag'atay ma'murining ko'zlaridan chechilayotgan g'azab yalqinining sho'lisini ko'rib, tini shurkangandek bo'ldi-da, darhol yerga qarab turib oldi. To'g'liq Temur o'zining Qo'chu xonliqidagi naiblik hayotidan o'zi ilgari zodi his qilib yetolmagan ba'zi sirlarning takti asrosiga yetishga muvaffaq bo'ldi. Qo'chu shu chaqlarda Chag'atay hududligi bo'yicha mashhur Budda diniy markazi edi. Chag'atay saltanatining yasoq tuzumi bo'yicha Chag'atay saltanatida validan yuqori mansab tutadigan har qanday bir kishi jazman Qo'chu xonliqida 1 yildan 2 yilgacha naib bo'lib Budda diniy ta'limotidan yetarlik ta'lim ilishi lozim edi. Albatta, To'g'liq Temurmu buningdan mustasno emas. Shunga u Qo'chu Uyg'ur xonligiga muvaqqat daruga bo'lib tayinlangandan keyin Qo'chu xonligining poytaxti Qo'chu shahridagi xonliq sangrami bo'lgan Nilupar butxonasida turdi. U Doğlat Ulusbegi Əmir Bulacı'nın tapşırığı boyunca Qo'chu etiqodining yurtdarchilik ishlariga aralashmadi yoki naiti oz aralashdi. U ko'pincha vaqtni Nilupar butxonasida bosh rahibdan nom tafsir anglash va nom o'qish bilan o'tkazdi. Aralab Chag'atay saltanatining yasoqlarining ijrosini tekshirish uchun borganligini hisobga olmaganda, uning asosli ishi Budda nom tafsirlarini o'qish bilan bo'ladi. Bu mezgillarda Chag'atay xonligi hududligida yashaydigan kishilardan hukmronlar bo'lsin yoki oyoq osti qilingan emgakchilar bo'lsin, ular o'zlarining chiqish yo'lining nimaligini bayqay olmayotgan edi. Shu chaqdagi kishilar turibla bosh ko'tarib chiqadigan, turibla vayron bo'lib ketadigan qo'rqinchli holatidan bosh ko'chirayotdi. Jumladan To'g'liq Temurning o'zimi mushundaq qabohatlik kechirmishlarni boshdan kechirgan va yaqinda tuyuqsiz bosh ko'tarib chiqqanlarning birisi edi. Shunga u va uningga o'xshagan odamlarning kallasida nima uchun shundoq bo'ladi, nijot yultuzi nada degandek mafkurining tug'ilishi tabiiy edi. Mushu mafkurining yetakchiligida yashayotgan To'g'liq Temur Nilupar butxonasining bosh rahib so'zlagan Vipaka Khitu va Sansara ta'limotidan shubhalanishga boshladi. Vipaka ya'ni Khitu Budda atalg'usi, sabab natija degan ma'noda. Sansara Budda atalg'usi, o'lish va tug'ilish davr qiladi degan gap. Bosh rahib Tavchangda ta'limot so'zlaganda, Tavchang qadimgi Uyg'ur tili ma'nosi ta'limot so'zlaydigan o'rin deganlik bo'ladi. Alohida tilga oladigan Vipaka Khitu ta'limoti bilan Sansara ta'limoti odam o'lgandan keyin hayot chig'idagi qilgan yaxshi ishiga yoki yomon ishiga asosan yoki uchmoq deb atiladigan jannatga kirib, o'rg'ilmonlar orasida qong'ucha baxtli yashab, mansabdor rahib va yoki o'r odam bo'lib
qayta törildi. Yoki dozaqqa kirib, taki gunohidan poklanğanğa qadar lavıldab kuyayotgan dozaq o'tida kuydi. Ondan at eshak, it tunguz bo'lib yoki qul cho'ra bo'lib qayta törildi. Demak, o'lim bilan hayotliq mushundaq davr qiladi deganni targ'ib qiladi. Nilupar butxonasining bosh rahibi har qandaq chigish masala, qiyin savollar so'ralganda faqat ashu Vipaka Xetu ta'limoti va Sansara ta'limoti bilanla javob berishga urinadi. Lekin igilik umumyuzlik bayram bo'layotgan mezgilda yashayotgan kishilar bo'libmi to'g'liq to'mir kishilik dunyosidagi tengsizliklarni va qo'chu idi qutlig'ining yamshi qul bozoridagi ashu ichinishli qul sodisini, ashu baxtsiz odamlarning ko'zlaridan chachirgan qanliq yoshlarni o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin odamlar orasidagi bu tengsizliklarning sababini yolg'iz Vipaka Xetu va Sansara ta'limoti bilan tushundirganda odamni qoyil qilolmaydiganligini tunib yetdi. Undaq bo'lsa, bu tengsizliklar na'dan kelgan? Tengsizliklarning sir asrorlarini qandaq qilganda ondan yashkili bo'ladi. Bu bir qator masalalar shu mezgilda Chag'atay hududligida yashayotgan kishilar va to'g'liq to'mir uchun kishilik turmush yo'lida duch kelgan va buningdan keyin davomli duch keladigan real masalalar hisoblanadi. Nazm. Saqi jannati sap zulalın qini. Haq görüner aynak misalın qini. İçimni tazılap yuyush niyetim, çolaq qumgan sunuq sapalın qini. İbn Sina.